Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yangi partiya yuklarimiz keldi. Metrlimi? Bu ham meni 3,5 metrli metrajli kavralinimiz ko'rishlari mumkin. Yangi bu birinchi rasvetkasi. Bitta ko'rib baho berib qo'yinglar. Qalinliklar juda ham byudjetli narxda chiqqan. Endi 3,5 metrli bunisi. Video 1 metr qanchadan to'g'ri kelyapti? 44 ming so'mdan to'g'ri kelyapti har bir metri. Tugadi. Endi 3 metrliklar a. 3 metrligimiz ikkita kelibdimi? Yana ko'rishlari mumkin. Uxdi. Mashinasi endi alohida deyman. Ranglari o'zidan bo'rtib chiqqanga o'xshaydi. 3D kachestasini ko'rishlaring mumkin. Albatta videoda oxirida aytib o'taman, voy, dahshat ekan mashinasi borki, miramirga o'xshaydi. Atachentolarga ham o'lib qolsa kerak bir rasvetkasi ko'rishlar. Darushkada 80 lik, 120 lik, 1,5 liklar ketdi. Ko'rishlaring mumkin, sifatlari a'lo darajada. Mana juda ham mo'maq. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Reklamani ko'rdilaring. Bugun sizlarga juda ham eksklyuziv narxlarni taklif qilaman. Bunaqa narxlar faqat Yormozor Gilon markazining YouTube obunachilari uchun amal qiladi. Hurmatli obunachilar, bizni videolarimizni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsalaring, video kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu kanalimiz rivoji uchun hissa qo'shgan bo'lasizlar va sizlarga juda ham arzon narxlarda taklif qilib boramiz. Sizlardan ugina, bizdan buguna. Qani bo'lmasam videoni boshladik. Manzillar hammasi batafsil videoda oxirida narxlari bilan yoritib beriladi. Videoni boshida bitta like bosib qo'yinglar. Unda biz videoni boshladik. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yangi partiya yuklarimiz keldi. Hamma rasvetkalari, razmerlari, pullari bilan общий sizlarga hisoblab beraman. Videoda oxirigacha tomosha qilinglar. Albatta to'liq ma'lumot berib o'taman. Videoda oxirida narxlari bilan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Hammasi pachka holatda yangi keldi. Hozir tushirib oldik. Ko'rishlaring mumkin. Bu birinchi rasvetkasi. Bitta ko'rib baho berib qo'yinglar. Qalinliklar juda ham byudjetli narxda chiqqan. Endi 3,5 metrli bunisi. Videoda oxirida albatta narxlari bilan bo'ladi. Bu ikkinchi rasvetkasi. Buni ham endi 3,5 metrlimi? Bu ham meni 3,5 metrli metrajli kavralinimiz ko'rishlaring mumkin. Yangi high-tech fasonda o'sha remontlaringga mos eng oxirgi 2024-yil 10-mart, 10-fevralmi, 10-martmi bugun? 10-martda rasvetkalari mana. Ko'rishlaring mumkin. Qalinliklari juda ham ajoyib. Bunisi ham 3,5 metrli-a. Narxlar albatta videoda oxirida aytib o'taman, voy, dahshat ekan mashinasi borki, miramirga o'xshaydi. Atachentolarga ham o'lib qolsa kerak bir rasvetkasi ko'rishlaring mumkin. Sifatlari juda ham ajoyib. Endi 3,5 metrli rasvetkalarimizda bitta, ikkita, 3 ta kelibdi. Kirchimoroq deganga bunisi, ochiqroq svet so'raganlarga bunisi, mana bunisi endi boshqa alohida tema, kimga qanaqa yoqsa. 3,5 metrlilar tugadi, endi 3 metrlilar a. 3 metrligimiz ikkita kelibdimi? Ikkita. Bu anu narigini sal ochiqroq svet ekan bu. Endi 3 metrlikda juda ham ajoyib. Atachentolarga, yangi yevropeyskiy fasonlarga o'lib qoladi. Bunisini ham bitta ochib ko'raylikchi. Bu ham endi 3 metrli. Mana ham rosa chiroyli gul ekan. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham ajoyib. Endi 3 metrli bo'lgan metrajli kavralinlarimiz. 3likda ikkita rulon keldi. Ikkita kelibdi. Bu nechi? Bu ham 3likmi, 2,5 metrmi? Bu 2,5 metrli ekan. Ko'rishlaring mumkin. Uxdi. Mashinasi endi alohida deyman. Ranglari o'zidan bo'rtib chiqqanga o'xshaydi. 3D kachestasini ko'rishlaring mumkin. 100% polipropilen xizmat qiladigan material. Daroshkalarda necha metrliklar ketdi? Videoda o'tkazib olishga shoshilmanglar. Albatta videoda oxirida narxlari bilan tanishtirib o'taman. Juda ham ajoyib narxlarda chiqqan. Daroshkada 80 lik, 120 lik, 1,5 liklar ketdi. Komplektmi bular? 80 lik. Bu ham miramirni. 2025-yilda o'zi high-tech fasonlar moda bo'ladi. Endi 1,5 metrliklar. Hammasi komplekt ekan. Endi bu 2,5 metrli daroshkamiz bilan ham komplekt ekan bu. Xo'p, 80 lik, 120 lik, 1,5 metrli, 2,5 metrli komplekt ekan. Xo'p, endi narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Biri boshdan. Endi necha metr? 3,5 metrlikdan boshlaylikmi? 80 likdan boshlaylikmi? 80 likdan boshlaymiz. 80 ligimizni 1 metri 55 ming so'mdan 1 kvadrat metri, 1 metri qanchadan to'g'ri kelyapti? 44 ming so'mdan to'g'ri kelyapti har bir metri. Ko'rishlaring mumkin. Luboy joydan narxini solishtirib ko'raverasizlar sifatlariga bitta baho berib qo'yinglar. 120 ligimiz necha pul chiqyapti? 120 ligimiz. Ko'rishlaring mumkin. Sifatlari a'lo darajada. Mana juda ham mo'maq. 1 kvadrat 55 ming so'mdan 1 metri
1,27 1 metr 66 mingdan. 66 ming so'mdan 1 metrini olasizlar. 1 kvadrat metri 55 ming so'mdan. 1,5 metrligimiz necha pul chiqyapti? 82 ming so'mdan 1 metr. Nima deyapti narxi? Endi 1,5 metrlikni 1 metri, 1 kvadrat metri 55 mingdan. Endi 3 metrliklar necha puldan chiqyapti bularni? 2,5 metrlikni hisoblaylik birinchi. 1 metri 137 ming so'mdan. Endi 2,5 metrlikni 1 pagonni metri, 1 kvadrat metri 55 ming so'mdan to'g'ri kelyapti shunda. 3 metrlisi necha pul chiqyapti? 3 metrlisi 165 ming so'mdan, 1 kvadratda 55 ming so'mdan ko'rishlaring mumkin. Juda ham ajoyib sifatlari. Ikkalasining narxi bir xil. 3,5 metrlisini hisoblaylik, endi hadovoy razmer. 192 ming so'mdan 1 metrini olasizlar. 10 metr olsalaring 3,5 ga 35 kvadrat joylaring 1,920 ming so'mga bitadi. 1 kvadrat metri 55 ming so'mdan. Uchala rasvetkasini ham sizlarga ko'rsatib o'tdim. Ko'rishlaring mumkin. Ochiqroq miramirga o'xshaganlari, olasizlar bunaqa atachintoga o'xshaganlari, olasizlarning kirchimorrog'i. Ko'rishlaring mumkin. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yormazor Gilon markazi. Sizlarga o'sha mijozlarimiz uylaridan to'g'ridan-to'g'ri video lavhalar qilib boramiz. Bularda hammasini 1 kvadrat metrini, 1 metrini hammasini hisoblab berdik. Farg'ona shahar ichiga dastavka, ustanovka xizmatlari kelishilgan holda qilib beramiz. Boshqa viloyatlardan aloqaga ham chiqaverasizlar. Pastdagi nomerga aloqaga chiqib, 12 ta viloyatga kelishilgan holda dastavka xizmatlarini ham qilib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatgan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa eksklyuziv narxda eksklyuziv gilomlarni o'tkazib yubormaslik uchun bu videoda saqlab yaqinlaringga jo'natib qo'yinglar. Bu narxlar faqat YouTubedan keladigan obunachilarga amal qiladi. Bo'lmasa 1 kvadrat metrini 80 ming, 90 ming so'mdan xarid qilyapsizlar shu gilomlarni. Kanalimizga obuna bo'lib YouTubedan kelgan har bir mijoz uchun shu narxlar amal qiladi. Hurmatli obunachilar, bizning Qumtepadagi do'konimiz Qo'shtepa tumani, Qumtepa bozori gilam qatorida 437-do'kon. Bemalol kelib shu yerdan ham gilomlar xarid qilishlaring mumkin. Keng assortimentda har xil vibrlar mavjud. Xuddi shu narxlarda o'zgarmagan narxlar kafolatlangan. Qumtepa bozori 437-do'kon. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol biz bilan bog'lanishlaring mumkin. Telegram kanalimizda Qumtepa bozorimiz uchun lokatsiya ham mavjud. Ona shu yerdan o'tib to'liq manzarda olishlaring mumkin. Farg'onadagi joyimiz esa Farg'ona shahar Kichik Halqa yo'li, Bahor ko'chasi 18-yo'l, Arentor, Hammomot choyxonasi hamda Adresa kafelari yonida. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar yoki Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring, Telegramda Qumtepa bozorini ham hamda Farg'ona shahridagi skladimizni ham lokatsiyalari bor.